Argentina, Braziliya, Portugaliya, Ispaniya, Fransiya hamma Germaniya terma jamoalari har bir jahon chempionatiga hayajon bilan xuddi birinchi marta kelayotgandek kelishadi. Har biri finalgacha borgan, jahon chempioni bo'lishgan, kubok ko'tarishgan, farqi yo'q, har doim hayajonda. Sababi bu shunaqa turnir, futbol shunaqa o'yin, futbolda hamma bir xil, xuddi insonlar kabi. Nimaga bu narsani aytayapman? Biz bu chempionatda muvaffaqiyat qozonamiz. O'zbekiston baribir tajriba olib yutadi. Bo'lmaganda kamida hammani bir xil ko'raverish kerak. U zo'roq ekan, u klassi boshqa. Yo'q, hammasi bir xil. Xuddi terma jamoamiz birinchi marta ishtirok etayotgandek, sharhlovchilarimiz birinchi marta sharhlayotgandek, muxlislar ham birinchi marta muxlislik qilishadi bu mundialda va hammamizni debyut qatnashishimiz, o'yinimiz bo'ladi. Shuning uchun faqatgina oldinga borish kerak. Qancha jamoalar finaldan, yarim finaldan qaytib ketishgan, lekin har doim hayajonda bo'lishadi. Bu jahon chempionati bizga katta tajriba beradi va tajriba уже kelib bo'ldi. Endi bu yog'iga faqat g'alaba qozonish kerak. Bu motivatsiya. Bo'pti.